Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum hürmetli görürmenler. İstiklal Kündülük haberlerini görüşümlerini karşıladığımız ben Abdullah Yalqun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibideki muhim haberlerini huzuruna sunumuz. Kadirli görürmenlerimiz, bugün biz üçün unutulğusuz bir gün. Uluq əcdadlarımız 1933 yılı 12 noyabr vatanımız Şarkı Türkistan'dan Qashqari şehrinde Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti'ni ve 1944 yılı oxşaşlı 12 noyabr G'uljida Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'ni kurup dünyaya e'lon qilgan. Xitoy tajovuzchilariga hargiz bosh egmaydiganligini dunyoga jakarlagan qutlug' bir kun. Biz bugün ana shu qutlug' kunda şu jangovar ajdodlarimizning varislari bo'lib sutimiz bilan 10 yildan ortiq vaqtdan buyon to'liq izchillik va istiqlol ruhi bilan har xil programmalarni sunayotgan qonunimizning logosini mana bu yangi logoga o'zgartirdik. Hammanglarga ma'lum bo'lgandek, yaqinqi 5 yildan buyon Uyg'urcha, Turkcha, Arabcha va Inglizchadan iborat 4 tilda program sunib kelyapmiz va haftalik, oylik jurnal chiqaryapmiz. İnşallah bugünden başlap barlıq tillardaki programmalarımız, torbat ve jurnallarımızdaki logomuz mana bu logoga o'zgartildi. Ve biz yangi ruh, coşqun kayfiyat ve istiqloliyatga bo'lgan to'liq ishonch bilan texmo kasbiylashgan xizmat qo'shunimiz bilan sizlarga texmo esil, mo'l mazmunli programmalarni sunishga tayyor ekanligimizni bildiramiz. Rabbim bizlarni aziz xalqimizga xizmat qilish sharafidan ayirmasin. Bütün dünyadaki aziz halkımızdan 2 qitimliq Cumhuriyet gününü chin qalbimizdan tabriklaymiz. Qaynamsiz diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Amerika Xitoyning majburiy emgakka chetilgan quyosh energiya mollarini to'sib qoldi. Amerika Uyg'ur majburiy emgakiga chetilganligi sababidan Xitoyning 1000 dan ortiq quyosh energiyasi uskunlarini to'sib qolgan. Amerika ovozining bugungi xabarida bildirilishicha, Amerika Federatsiya tamojna xodimlari va kasb manbalarining xabariga qaraganda, Amerika majburiy emgakka aloqador yangi qonunga asosan 6-oydan boshlab Sharqi Turkistondan tovar import qilishni cheklagan. Hozirgacha $100 million 1000 dan ortiq quyosh energiyasi modeli Amerikadagi bir qancha portda dövilinib qolgan. Bildirilishicha, ilgari buncha ko'p so'mliq molni tutib qilish ahvoli ko'rilib boqmagan bo'lib, bu tadbir Xitoyning Sharqi Turkistonda Uyg'urlarni lagerga tutqun qilish qilmishiga qarshi yo'l qo'yilgan besim ishiltish siyosatini aks ettirdi ekan. Amerika Tamojna va chegara qo'g'dash idorasi Reuters agentligining ommaviy xotirlarni tushuntirish haqidagi savoliga javob berib, bu organ 21-iyun kuni Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuni kuchga ega bo'lib, 25-oktyabrgacha Uyg'ur majburiy emgakiga chetilgan quyosh energiyasi uskunlaridan 1053 tani tutib qolgan bo'lib, bu mallarning hammasi texi e'lon qilinmadi degan. Bu ishdan xabardor 3 kasb manbasining Reuters agentligiga aytishicha, Uyg'ur majburiy emgakiga chetilib qo'lga tushirilgan mahsulotlar quyosh energiyalik batareya taxtasi va ko'p qutbli kremniylik batareyani o'z ichiga oladi ekan. Tamojna va chegara qo'g'dash idorasi 9-oygacha Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuniga asosan taxminan 1 milliard 716 million dollar qimmatidagi molni tutib qolganligini bildirgan bo'lsa-mu, biroq mazkur tutib qilingan mollarning qanchiligi quyosh energiya uskunasi ekanligini tafsiliy bayon qilmagan. Kanada Tashqi ishlar ministri Xitoyni buzg'unchi deb atadi. Kanada Tashqi ishlar ministri Hind Tinch okean strategiyasini e'lon qilishdan ilgari Xitoyni buzg'unchi deb atadi. Amerika ovozining 10-noyabrdagi xabarida bildirilishicha, Kanada Tashqi ishlar ministri Melanie Jolie Xitoy kunsiri qalaymaqonlashayotgan yer shariviy cho'ng kuch Kanadaning bir oy ichida e'lon qilmoqchi bo'lgan Hind Tinch okean strategiyasida xili o'rinni egallaydi degan. U yana Kanadaning Tayvan bo'g'ozining hozirgi holatiga tahdid soldigan bir taraflama harakatlarga qarshi turadiganligini va Tayvan bilan bo'lgan iqtisodiy munosabatni cho'nqurlashtiradiganligini ta'kidlagan. Melanie Jolie 9-noyabr Torontodagi Osiyo Tinch okean fondi jamiyati ve Munch yer shari ishlari va ommaviy siyosat maktabida so'z qilib, Kanadaning Hind Tinch okean davlatlari bilan bo'lgan munosabati uning davlat bexatarligi va iqtisodiy va muhit nishonida intayin muhim ekanligini, ammo kanadaliklar Xitoy bilan savdo qilganda obdan o'ylanishga ehtiyojli ekanligini bildirgan. Melanie Jolie so'zda yana Xitoy kunsiri buzg'unchi yer shariviy kuch bo'lib shakllanmoqda. U bizning manfaatimiz va qimmat qarashimizning kunsiri kuchayishiga bardoshlik bera oladigan
dunyoviy muhit shakllantirishga tirishmoqda degan. Melanie Jolie nutqida Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa millatlarga qaratgan kishilik huquq dafsandichiligini ayblagan va Hong Kong xalqining so'z erkinligini qo'llash bilan birga Tayvan bilan bo'lgan aloqani kuchaytirganligini ta'kidlagan. Melanie Jolie nutqining oxirida biz Tayvan bo'g'ozining hozirgi holatiga tahdid soladigan bir taraflama harakatlarga davomli qarshi turamiz. Biz Tayvan bilan bo'lgan iqtisodiy munosabatimizni cho'nqurlashtiramiz degan. Xitoyning josuslik aptitali bilan Uyg'urlarni nishonlaganligi oshkorlandi. Xitoy qo'llagan hakkerlar Android aptitali qiyofatida niqoblangan josuslik detali orqali Uyg'urlarning harakatini kuzatgan. Bulut bexatarlik shirkati Lookout yangi dokument e'lon qilgan bo'lib, dokumentda oshkorlanishicha, Tor bexatarlik tadqiqotchilari Uyg'urlarni nishon qilgan josuslik yumshoq detalini payqagan. Mazkur yumshoq detal Android applari qiyofatiga kirib olib, azon, ibodat vaqti va lug'at mulozimati qatorliqlar bilan ta'minlaydigan applarning niqobiga kirib olib, Uyg'urlarni ko'zladigan. Mazkur josuslik yumshoq detali Xitoy qo'llagan hakkerlar to'piga bog'liq bo'lib, Xitoy hakkerlari josuslik yumshoq detal bilan Xitoyning talabi bo'yicha atalmish diniy asabiylik va bo'lgunchilikka chetishliq kishilarning ma'lum harakatga qatnashadigan yoki qatnashmaydiganligini iz qo'g'lab tekshiradigan. Uyg'urlarning mavhum shaxsiy tor VPN ishiltish yoki har xil diniy mazmunlarni o'rtoqlashish ahvolini tekshirish orqali ularni atalmish qayta tarbiyalash markazi nomidagi lagerlarga tutqun qiladi ekan. Dokumentda deyilishicha, josuslik yumshoq detali orqali asosliqi Sharq Turkistondagi Uyg'urlarni ko'zitishni nishon qilgan bo'lsa-mu, ammo bu josuslik harakatining parda orqasidagi kuchlar Afg'oniston va Turkiya qatorliq musulmonlar ko'p sonliqni egallaydigan davlatlarda yashayotgan Uyg'urlarni mo nishon qilayotganligiga oid faktlar bor ekan. Tadqiqotchilarning aytishicha, Bad Bazar deb ism qo'yilgan bu josuslik yumshoq detali bor nurg'un applar aloqalashuvchining o'rni, aloqa uchuri, so'zlashish xotirasi, simsiz tor uchuri qatorliq sonliq ma'lumotlarni to'plab, yonfonini xotirlab rasmiga torta oladi ekan. Tadqiqotchilar yana 2019-yili Toronto Universiteti tadqiqot guruhi fuqarolar tajribaxonasi tomonidan tunji qatim bayqalgan Android'dagi yuchuqning WhatsApp va Telegramma qatorliq dangliq applarda, shundaqla diniy mazmundagi qo'llanishchan applarning Uyg'urcha nusxasi qatorliqlardan tepilganligini bayqagan. Dokumentda oshkorlanishicha, navbatda bor bo'lgan mulozimatlarga taqlid qilingan Android applari g'ayri-rasmiy app do'konlarida uchraydi ekan. Chunki Google Play Xitoyda cheklangan bo'lib, Android applari qiyofatiga kirib olib, josuslik qiladigan yumshoq detal va applar Telegramma qatorliq uchur mulozimatlari orqali tarqaladi ekan. Lookoutning tahdidlik uchurlar tadqiqotchisi Kristina Belamning aytishicha, Xitoy ishlatgan mazkur yomon g'arazlik yumshoq detal oilasi ular ko'rgan eng murakkab josuslik yumshoq detallarining biri ekan. Chunki bu detallar kishilarning nurg'un sonliq ma'lumotlarini to'plagandan boshqa, ularning xoslashtirgan yoki boshqa applarni yuqumlantiradigan applarmo to'liq iqtidorli ekan. Kristina Belam yana, meningcha biz iste'molchilar qilishga tegishli ishlarning biri biz tushirayotgan applarga qarata hushyorlikni oshirishimiz kerak. Agar siz Xitoyda bo'lsangiz, buni ishga oshirish qiyin. Chunki siz Xitoyda Google Play'ga o'xshash bir qism rasmiy app do'konlarini ziyorat qila olmaysiz. Bu sababli siz ijtimoiy aloqa to'ri yoki Telegramma orqali app detallarini xohlagancha tushirmasligingiz to'liq muhim degan. Mutaxassislar muhojiratga Uyg'ur xalqini aqliy iqtidorli uskunlarini vaqti-vaqtida tekshirishini, mayli Android bo'lsin, mayli iOS bo'lsin, har qanday app tushirganda cho'qim rasmiy app bozoridan tushirishga va mazkur applarning Xitoy manbalik bo'lmasligiga alohida diqqat qilishini tavsiya qilmoqda. Xitoy Amerikaning o'zak cheklash tadbiriga norozilik bildirdi. Yaqindan beri Amerika Xitoyga qarata o'zak cheklash tadbiri qo'llangan bo'lib, Xitoyning bir qancha korxonalari vayron bo'lgan. Qisman korxonalari ishlab chiqarishni davomlashtirayotgan bo'lsa-mu, biroq boshqa o'zak manbasi tepishga majbur bo'lgan. Xitoy xalq to'rining 10 noyabrdagi xabarida bildirilishicha, Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Zhao Lijian muxbirlarni kutib olish yig'inida Amerikaning Xitoyga qaratgan o'zak cheklash tadbiri haqidagi savollarga javob bergan. Zhao Lijian javobida Xitoyda o'tkazilayotgan yarmankaning yerim o'tkazgich yasash uskunlari, kristal yasash, o'zak loyihalash, yerim o'tkazgich materiallari qatorliq nurg'un ishlab chiqarish halqalarini qoplaganligini, Tesla, Microsoft, Meta, Ericsson, Siemens qatorliq davlat halqagan fan texnika korxonalari
sun'iy aqliy iqtidor, mashina odam qatorliq oldingi qatordagi texnikalarni cho'ridab, yig'inga qatnashgan savdogarlarning o'zlarining eng yangi mahsulot va uskunalarini namoyon qilganligini bildirgan. Bayonotchi Javlijan yana Amerikaga norozilik bildirib, Amerikaning o'z kuchidan foydalanib, fan texnika va iqtisod savdo masalasini siyosiylashtirib, qurollashtirib, Xitoyni yomon niyatda qamal qilib va besim ishiltib, munosabatni uzishga majburlaganligini, buning xalqaro savdo qoidasiga ig'ir buzg'unchilik qilganlik ekanligini, dunyo bozorini parchalab, dunyo kasb zanjiri, ta'minlash zanjirining bexatarligi va muqimligiga ziyon yetkazganligini aytgan. Ma'lum bo'lishicha, Bayden hukumatı davlat bexatarligini ko'zda tutib, Gollandiya shirkatidan Xitoyga o'zak setib berishni cheklashni talab qilgan. Amerikaning mazkur tadbirlari Xitoy Gollandiya munosabatini jiddiylashtirgan. Bu ishdan xabardor kishilarning aytishicha, Xitoy amaldorlari Gollandiya tarafdan nima uchun ASML shirkatiga ijozatnoma bermaydiganligini to'xtamay surishti qilgan. ASML shirkatining ilg'or uskunasi bo'lmasa, Xitoyning o'zak ishlab chiqaruvchi shirkatlarining davrining talabiga mos keladigan ilg'or o'zak yasashi mumkin emas ekan. Mo'ljallanishcha, Xitoyning ASML shirkatining navbatdagi texnika saviyasiga yetishi uchun kam deganda 10 yil vaqt ketadi ekan. Amerika o'ttir mazgillik saylamida 82 musulmon nomzod utib chiqdi. Amerikada 8 noyabr kuni o'tkazilgan o'ttir mazgillik saylamda davlatlik va shtatlik saviyadagi 82 musulmon nomzod g'alaba qilib, raqiblarini orqada qoldirdi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Jetpack boyliq markazi va Amerika islom munosabatlari kengashi tomonidan e'lon qilingan sonliq ma'lumotlarga qaraganda, Amerikalik 82 musulmon nomzod federatsiya va davlat darajalik har xil o'rinlarga saylangan. Egilishicha, bu Amerika Qo'shma Shtatlari tarixidagi eng cho'ng son bo'lib, oldingi qitim 2020-yili 71 musulmon nomzod g'alaba qilib, rekord yaratgan ekan. Turkiya Shimoliy Siprus Turk Cumhuriyatini e'tirof qilish vaqtining yetib kelganligini aytdi. Turkiya muavin raisi Fuat Oqtay Shimoliy Siprus Turk Cumhuriyatining e'tirof qilinadigan paytining kelganligini aytdi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, muavin Cumhur rais Fuat Oqtay TRT xabar kanalining suhbat programmasiga qatnashib, Turkiyaning Shimoliy Siprus Turk Cumhuriyatining e'tirof qilinishi yo'lida ko'rsatgan tirishchanliklarga baho berdi. U so'zi jarayonida Cumhur rais Rajab Tayyip Erdo'g'anning oktabrda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti yig'inidagi biz xalqaro jamiyatni Siprus turklariga ziyonkashlik qilishga xotima berib, vaqtni zayo qilmasdan Shimoliy Siprus Turk Cumhuriyatini rasmiy e'tirof qilishga chaqiramiz degan so'zini xotirlatib o'tdi. Shimoliy Siprus Turk Cumhuriyatining Turkiyaning Sharqiy Oq dengiz siyosatining kam bo'lsa bo'lmaydigan bir qismi ekanligini tilga olgan Oqtay, bu Turkiyaning bexatarligining kam bo'lsa bo'lmaydigan sharti. Shuning bilan bir vaqtda Shimoliy Siprus Turk Cumhuriyatining bexatarligining kam bo'lsa bo'lmaydigan sharti. Boshqacha aytganda, biz bu yerda Shimoliy Siprus Turk Cumhuriyati bo'lmay turib Turkiya bo'lmay turib Shimoliy Siprus Turk Cumhuriyati bo'lmaydigan bir tanglimini ko'zda tutyapmiz dedi. Fuat Oqtay Siprus turklarining masalani hal qilishga munosabatlik barliq choralarga ovoz qo'shgan bo'lishiga qaramay, hech qanday natijaga erishalmaganligini ta'kidlab, amdiki birdan-bir choraning ikki egilik huquqliq va barobar davlatning qurilishi ekanligini qayd qildi. Cumhur rais Erdo'g'anning BDT yig'inida Shimoliy Siprus Turk Cumhuriyatining e'tirof qilinishi kerakligini butun dunyoga anglatganligiga ishorat qilgan Oqtay, biz endi buni e'tirof qilinish yo'li orqali qilamiz. Shimoliy Siprus Turk Cumhuriyatining e'tirof qilinadigan vaqti keldi deganlarni so'zlariga ilova qildi. Rossiya Xersondan butunlay chekindi. Rossiya Davlat Mudofaa Ministrligi Xerson shahridagi mudofaa oldingi sepidan butunlay Dnepro daryosining so'l qirg'og'iga chekinganliklarini, daryoning o'ng qirg'og'ida harbiy qismlarning qolmaganligini e'lon qildi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Rossiya Davlat Mudofaa Ministrligining bayonotchisi Igor Konashenkov Rossiya qismlarining 24 fevral boshlangan Ukraina-Rossiya urushidagi harakatlar to'g'risida ma'lumot berdi. U Rossiya qismlarining Xersondan chekinish qarori ustida to'xtalib, 11 noyabr atigandan boshlab Rossiya qismlarining Dnepro daryosining so'l qirg'og'iga chekinishi oxirlashdi. Daryoning o'ng qirg'og'ida harbiy qismlar qolmadi dedi. U chekinish jarayonida hech qanday o'lim yetim hodisasi yoki boshqa voqealarning ko'rilmaganligini qayd qildi. U yana Dnepro daryosining o'ng qirg'og'ida qolgan fuqarolarni tarqoqlashtirish uchun zarur yordamlarning qilinganligini eskartib,
Rossiya harbiy qismlari ilgari tayyorlangan mudofaa saplariga va liniyalarga o'rinlashtirildi dedi. Xerson Ukrainaning Donetsk, Luhansk va Zaporizhya rayonlari bilan Rossiya prezidenti Vladimir Putinning 30-sentabr imzolagan qarornomalari bilan qonunsiz holda qo'shib olingan edi. Har qaysi taratqularda Rossiya askarlarining chekinishi bilan Ukraina harbiy qismlarining Xersonga kirganligi va hukumat binolariga chiqarilgan Ukraina bayroqlari ko'rsatilgan sin ko'rinishlari tarqaldi. Xerson markazidagi bir ma'muriy binoning oldiga joylashgan xotira munoriga esilgan Ukraina bayrog'i bilan Yevropa Ittifoqi bayrog'i diqqat qo'zg'adi. Hurmatli ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Butun dunyodagi xalqimizning Cumhuriyet kunini yana bir qatim tabriklaymiz. Mehribon Allohdan pat fursatda bu muborak Cumhuriyetimizni vatanimizda qutlug'lash, tabriklashga muyassar qilishini tilaymiz. Alloh umr bersa, atiki programmamizni ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.